Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xo'sh, 26-yanvar kuni kechasi soat 10:30 bo'ldimi? Kechasi 10:30da Buxoro viloyatining Romitan tumaniga keldik. Bu yerda hozir qulupnaylar qaranglar, ana. Bu nima sort? Burada Albion sorti. Keyin bu yoqda koreyskiy Solkhan sorti. Ha, Solxana. Bu yerga kelishimizdan maqsadimiz bor. Mana bu yerda bitta kotel generator deylik. Endi ko'pchilik generator nimaligini ham raqamaydi. Atrobotini avtolga ishlaydigan issiq havo bilan isitadigan sistemani ichiga qo'yildi. Mana yaqinda qancha bo'ldi qo'yganiga? 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'lmadi hali. 15 kundan. 10-15 kun bo'ldi. Ana shu bo'yicha kelganmiz. Ko'pchilik qayerga qo'yilgan, effekt qanaqa deb so'rayapti-da. Qaranglar, bular даже mana bu havo chiqadigan joylari buni yoqqacha etmagan. Buni unaqa ko'rsanglar, ana ventilyator bilan jo'natyapti. Yana bitta narsa, mo'rini qaranglar mana. Bu yonadi, mana bu dimoxod. Dimoxod qaranglar, ketgan dakansi. Bu bilasizlar tutamaydi, to'liq yoqadi. Bular KPDni 100% olib qolyapti mana. Mana ketgan dakansi mana. Ko'ryapsizlarmi? Pechka yoqda turibdi. Tipli generator. Mana mo'ri. Olib ketgan, mana dakansi olib ketgan. Yerda bir hozir adashmasam bir 40 metrlar bor-da uzunligi. Dimosos qo'ygan tomonga. Dimosos qo'yib qo'yibdi. Issiqlikda ularga juda issiqlik ko'p kerak emas, lekin hozir hali yoqqanimiz yo'q. Mana endi yoqayapti. Juda temperatura baland ketadi deyapti, hozir ko'ramiz. Shuni syomkasi uchun keldik ana hozir. Navoiydan kelib, qanaqa effekt beryapti. Bular hozir so'raganimiz effekti yaxshi. Issiqlik zo'r beryapti deyishyapti. Qaranglar, mana qulupnaylar. Teres qulupnaylar mana. Pishib turibdi, gullaganini ko'ringlar buni qanaqa. Endi bu yerda anaqa yo'q ekan. Bu tomonda svet bor, bu yerda yo'q, lekin bu yerda ko'p pishgan, gullagan. Terib, taklaga ham to'kilyapti ekan bu yerda. Ha, yana bitta narsani aytay, sizlar konsultatsiya ham berasizlar, ha? Qulupnay bo'yicha. Telefonlaringizni videoga qo'yib ketsak bo'laveradimi? Bo'ladi. Bezor qiladi, lekin telefon qilavermaylimi? Qiynalmaysizlarmi telefonga javob berishda? Haqiqiy qilaman deganiga javob beramiz. Bo'ldi. O'zingiz ko'chat ham tayyorlaysizlar, ha? Ko'chat tayyorlab ham beramiz. Ko'chat tayyorlab beradi. Bularda o'tgan safar gaplashganimiz aytgandi, dadalaringiz medal olgan, ha? Ha, shuni. Qulupnay yetishtirish bo'yicha shunaqangi mutaxassis, kuchli mutaxassis medal olgan. Juda ham zo'r gullashini, nimasini e'tibori juda kuchli ekan. Bu bo'yicha mana shunaqa holat. Videoga tagda qo'yib ketamiz qayergadir nomerini. Bemalol kimga maslahat kerak bo'lsa, bular onlayn maslahat ham beradi. Ko'chat kerak bo'lsa, qancha ko'chatlaringizni ham ko'rsatib ketamiz. Ko'chatlar ham Asosan bahordan boshlab tayyor bo'ladi ko'chatlar. aha. Endi massiviy yozda bo'ladi. Iyul oyida boshlanadi. Hozir ekib bo'lmaydi, ha? Ya, hozir bo'ladi, hozir tanov bermaydi-da. Mana bunaqa tanov berish kerak, hozir juda kam tanov hozir bo'ladi. Shuning uchun massiviy bahorda chiqarib. Mana bular nima hozir? Bularni shu bitta yarimta chiqargan kampirni olib nima qilingan? Yo, hozir mana shuni olaman desa bir kishi, mabodo. Endi kamroq bunday katta, ko'p nima deymiz, kamroq qilaman deganlarga mana sotiladimi shular? Sotiladi. Mana shular, ha? Nima sort bular? Bu koreyskiy sort bilan Sort, oq ha. qulupnay ham bor. Oq. Qani? Ko'chati. Ko'chat, ha? Mana bu yoqdan oq qulupnay ko'chati. Oq qulupnay qanaqa bo'lar ekan? Pishsa ko'rish kerak ekan-da. 15-20 kundan keyin tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, oq qulupnay. Yaxshi. Bu oziqani berasizlar, ha, bunda? Ha. Oziqa qilib beriladi. Mana nasos hamma narsasi qo'yilgan. Bo'ldi, uni yoqaylik endi. Yoqib ko'rsatamiz qanaqa bo'lishini. Pauzaga qo'yib turaman. Ketdik. Bitta go'g'il siri bilan yonadi.
Guppilib, mana xlop bermaydimi? Yo'q. Ana. Yangicha yoqish usulini o'zimiz uylab topdik. Ha, bu yerda yoqolyapsizlar. Keyin tashlaverasizlar shu gap, bo'ldi tushunarli mana. Yoqadigan joyim bu yerda ham bor-ku, bular tepadan ham yoqsa bo'ladi, farqi yo'q. Yoqda ochib yopib yotmaydi, tozalash uchun ko'proq. Uchmadimi? Yo'q, uchmadi. Ana qalbga salarga aralashtirib tashlayapsizlar-da. Yo'q, salarka palar hech narsa kerak emas. Shu lattani bir marta salarkaga botirsa bo'ladi. Mana buni ochib qo'yganlaring shu ko'proq issiq bu yoqqa ham chiqsin deb ochdingmi? Ha, men ochdi deganga men o'yladim, mana bu yerda olib tashlagansizlar deb o'yladim. Olib tashamay chekkasidan ochdim. Faqat luk ochdik, luk. Ha, ko'proq bu yoqlarga ham issiqlik chiqish uchun. Ana dimasosni uladik. Ha, demasos mana birdan ko'rsatay, u tomonga o'tay endi men bo'lmasa. Demasos mana qaranglar. Ana buni hozir demasos ulandi. Hozir ko'rayda qayerda ekan demasos, qayerga qo'yilgan. Mana shu yerda ekan-ku demasoslaringiz, ovoz chiqyapti. Yo'q, demasos u boshqa qo'yilgan. Bu nimani sovutib beradimi bu ventilyator? Mana bu yerga bitta ventilyator qo'yilganda. Ha, bu yerda mana shu karnayni bu sovutib fonar bersanglar yaxshi bo'lardi. Fonar yoqinglar. Mana. Bu ham mana shamol berib turibdi bu yoqqa. Buni sovutadi, mana vashshi isitadi. Mana qaranglar qanday gullagan, qanaqa koreyskiy qulpni qanaqa solib turibdi. Vashshi dahshat. Men hozir bitta videoni polni bu yerda ko'rsatadigan qilay, multivideoga qo'yilganda. Menimcha multivideo o'chiramiz hozir. Mana pastga ham salafan qilingan. Ko'radimi? Stilajlar chiroyli. Qancha vaqtda temperaturasi nechiga chiqadi? Bitta temperaturani ko'rsatay, hozir nechiligini. Qancha vaqtda nechiga chiqqanini ham ko'rardik-da. Hozir 7.4 ekan. Ha, aytdim-ku. Mana 98% namlik bu 7.4 teplitsani harorati. Hozir endi ishlatib ko'ramiz. Qancha vaqtda ketadi? Bir 15-20 minutda ko'taradimi? Bilaradimi? Yarim soatda 12-13 bo'ladi. Yarim soatda. Endi yonish hozir jarayonni sekin boshlanadi, to avtolar qizib, metallar qizib bo'lgancha vaqt. Metal qizishiga hech bo'lmaganda bir 10 minut vaqt kerak o'zi. Kamida 15 minut bemalol. Ha, 10 minut, kamida 10 minut, masalan 15 minut ketadi bu qizib olish uchun. Bu bitta videochalarimiz ham boyagi men bundan duk yo'q, hech narsa yo'q. Dimasos o'rgandan keyin biron nima yo'q. Tepsang ichiga joylashtirsa ham xavfsiz. Teplitsani ichiga qo'yilaveradi. Ha, qo'yilaveradi. Mana buni va tiqilyapti dedinglar-ku, shunga tiqilyaptimi? Mana sal kattaroqda qo'yiladi. Buni filtr qilib boshladik, endi tiqilmayaptimi? Yo'q, yo'q. Boshida shunday solgansizlar. Ha, ichida samon bir narsa mayda suyuq, metalchi qo'shilib kelib so'rgan paytga tiqilib qoladi, yengilroq nimalar. Shunday, shu uchun agar iloji bo'lsa avtoilni atrobotgani iloji bo'lsa filtrlasa, mana shu oson bo'ladi. Filtrlash, setka, oddiy setka. Hozir zaryadkamiz kam qolib, shu uchun to'xtatib turamiz syomkani, yaxshi qizigandan keyin qo'yamiz. Sababi bo'lmasa olmay qolar ekan. 20% dan kamayyapti-da, kamera ishlamay qoladi. Xo'sh, ana endi dud chiqmaydi bunda. Mana qarang. Mana qarang, pechkani holatini ko'ringlar. Mana qanaqa holatga qizidi. Oh. Mana buni gazini ko'ring. Ana Matrabotida avtomobil yonishi mana shunaqa. 5 sotok joymi? Hozirni ko'rsanglar, ushlab bo'lmaydi. Oxiriga bordik. Oho, mana yerdan chiqadigan issiqlik. Mashinadan temperaturani o'lchaydigan olib kelmabman-da. Hay. Ana shuni oxiriga boya ko'rsatdim-a, oxiriga borgan joyda qo'lni qo'yapmiz, zo'rg'a ushlab turibmiz. Mana ventilyator ana shu puflaydi. 5 sotok joy. Ana shu kotyol agar pastdan ishlatib qo'ysak -8 gradusda ham 20 gacha ko'tarib beradi. 20 gradus issiq qilib beradi deyishyapti.
O'sha kuni -8 gradusda nechigacha ishlab bildinglar? Bizga o'zi unaqa baland issiqlik kerak emas. Ha, Qo'shdimi deyman. Majbur piroliz yoqqan hisobda 14 ta -8. minimal Ya, men rasxodni ham baland qilmaganda, shuna eng minimal. minimal. Baland qilsanglar, Sal past qilsangiz o'sha piroliz yonmaydi, prямо gareniga aylanadi, qaraydi. ha. Ya agar buni maksimal moshyusga qo'ysangiz, значит, undan ham ancha ko'tarib beradi. 20 gacha ko'tarib. 25 dan o'tib ketsa kerak. -8 gradusda ham shunaqa ko'tarib beryapti. Bu yerda keling savoygan bo'lsangiz. Ha, yo'ldan chiqadigan issiq havo. Buni hozir mana bu yerda ochib qo'ydik, ko'proq issiq bu yoqqa ham chiqish uchun. Qanday? Endi bunday buzilib turgandan keyin shu ochgansizmi? buni o'zi mana bu bilan havo chiqarib, salafan bilan olib ketiladi, turba qilinadi deyilgandi. Bularga shart bo'lmay qolibdi, sababi shuni o'zi sizlarga Ventilator ishlab tursa, ishima kerak emas. Ha. Ventilatorni havoni bular ventilyator bilan aylantiryapti, jo'natyapti-da, aynan ventilyatorlar bilan. Hozir temperaturani ham nechaga ko'tarilganini ko'ramiz. Hozir buni ishlatganimizga pechkani qizishi uchun ham 10 minut, 15 minut vaqt ketadi, mana shunaqa holatga kelishi uchun. Undan keyin pechkani qo'shadi, mana boya tutab turuvdi, mana shu yerlardan umuman tutun chiqmay qoldi endi. Ha, yonishni ko'ryapsizlar. Yonish. Boya qarab bo'lmaydi. Вообще uдар. Endi ochsa bo'ladi. Atrab o'tgani. Nimaga bu hozir? Ha, ana ventilyatorga qo'shilib. Bitta temperaturani mana bu yerda ko'rayin-da men, to'xtada. Temperatura nechiga ko'tarildi? Mana hozir pechkani 9.7 bo'ldi o'sha. 97 namliga 11 gradus. Boya 7.4 edi, mana 11.2 bo'ldi. Tashqaridagi temperatura hozir +4-5 bor, plus. Plus havo temperatura bugun. bu yoqdan ko'ramiz, o'z tashqaridan. Tashqarini ham ko'ramiz, ha? Tashqarini ham hozir ko'ramiz. Bu ровно 5 sotuq joy, ha? 5,5 ta. 5,5 sotuq joy. Pechkani bu ko'p emasmi? Yo'q, o'zi kamaytirib. Endi regraflar qilamiz. Bo'ldi mana shu. Ana shu qancha rasxod bo'ladi shunda? Mana shu 4,5-5 litrgacha bo'ladi. Soatiga 4,5-5 litr rasxod bo'lyapti ana shunda. Shunday qilib qo'yganda. Endi o'zi to'g'risi ham 5 sotuq joyga 5 soatiga 5 litr degani bu 1 litri 10 kilovat issiqlik beradi-da, 50 kilovat issiqlik beryapti-da ana shu. Soatiga 50 kilovat issiqlik olyapsizlar-da ana shunda. 50 kilovat issiqlik berganda shu ham hozir nechiga chiqaradi? 16 ga chiqaradi, ha? Bugunlarda chiqib ketsa kerak. Bugun o'zi temperatura tashqari ham past emas-da. Sovuqda ham bunaqa katta farq bilan o'zi nima emas. Ha. Katta farq qilish ham kerak emas yoqilg'iga. Ha. Shundan salgina nima qilsa, masalan 5 litr emas, 6 litr bo'lsa, doim O'sha issiqlik. Chunki sizlarda bu teplo poteriya bu yerda yo'q-da, hammasini olyapsizlar ichida. KPD 99% da. 99% bo'lyapti KPD sizlarniki. Ventilator ishlaganda hozir qanday bo'lyapti? Temperatura riski ko'tarildi, ventilator qo'shilganda mana shu yerda. Endi u tomonlar qorong'u shu yerda ko'rsatmayapmiz. Mana o'sha 13.2 bo'ldi. Hozir ko'rsataman, mana 13.2 ga chiqdi. O'sha temperatura. risk ko'taraveradi o'zi. Buni yaxshi tomoni vajinoyda bunaqa risk ko'tarilmaydi. Suvlik bo'lgandan keyin u asta turbadan sekinlik bilan tarqaydi-da issiqlik. Bu risk yonaqa havo birdan issiq havo beryapti, shuni hisobiga hamma joy birdan isiydi. Endi u tomonlarda hozir boramiz, mana ventilyatorni aylantirdi.
Mana aylanyapti, ishlayapti. Bu yerdagi issiq havoni bu tomonga mana haydayapti bu tomonga. Bu yoqqa kelyapti oxiriga. 10-15 minutda hamma joy. Mana bu yerlar hozir issiq. Mana shu kelib turibdi. O'sha temperaturani mana yoqqa haydagan mana. Bitta ventilyator ishlasa ham o'zi Oho. Haqiqatan bitta ventilyatorda o'zi shu yerdagi havoni hal qilib berar ekan. Unaqa salafan qilib, turba qilib tortmasa ham. Mana bu yerda temperatura o'sha bilan pashti bir xil bo'ldi hozir. Birlar farq qilmasa, bir xil. 1 gradusga farq qilmasa haqiqatan bir xil bo'ldi mana bu yerda o'zi hozir. bir xil biza mana shu 4 ta burchakka bir xil qilib qo'yganmiz. Bir dona ventilyator ishlatganmiz. 15 minutga hamma yoq bir xil bo'lgan, tamom. 1 gradusga ham farq qilmaydi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Endi u tomondan yana yurib ko'ramiz. Ana bu temperaturasini ham bitta yoqda anaqa kelgan-ku. Demaxot. Demaxot. Lekin ana bu yerda salgina salqinroq ekan nisbatan. Bu yerdami? Ha, bu yoqdan ko'ra. Agar mana bu yerdan ham bitta ventilyator qo'ysa, bu yoqda ham bir xil qilamiz. Sal bu yoq salqinroq. O'zi hamma yoqni bir xil qiladi. Hozir keladi endi. Endi qo'shdik-ku yo'q. Ha, endi qo'shdik. Shu to'rtta burchakdan o'lchab ko'rganman. Ana bu yerda o issiq. Bir 50-60 gradus. 60 gradusdan ziyoddan ana temperatura hozir. Mana shu yerdagi eng oxiri bu yoq уже chiqib ketyapti tashqariga ana. Tepasidan chiqib ketadigan joyi. 40 metrdan ziyod. Lekin temperaturani mashina beryapti. Ha. Men istamoqdan bitta o'chsa, yaxshi sovib ham qoladi. Butsa sovoyda, любой pechkada u shunaqa uchmas kerak pechka degan. Endi biz qo'shimcha bir narsa o'yladik. Ha. Ana shu dimasosni, faqat dimasosni o'zini. Ha. Akkumulyator bilan kichkina o'zi 118 watt bilan ishlaydi. Xo'p. Dimasos. Akkumulyator bilan 220 ga ulab qo'ysangiz, Ha. tuk ketib qolsa ham xavfli emas. Ha. Biza dimasos qo'ymadik. Yomon xavfli bo'ldi, ichida gaz to'planib qolib, birdan banglab o'tadi. O'shaning o'zida, ana kichkina krishkasi bor-ku. Mana uzun bo'lgandan keyin. Yo, farqi yo'q, uzun kalta uni farqi yo'q, ana Ha. qizib turgan paytda Ha. birdan to'k ketadi. Ha, Masalan, siz uxlab qo'ygansiz yoki bir Ha, narsa ha, bo'lgan, tushundim. nazoratdan sal Yo'qqa chiqib- chetda qo'ygan. Ha. Ana shu paytda men aytmoqchiman, dimasos обязательно shart. Demasos, ha, svet o'chib qolgan payti, Ha, svetni o'chib qolgan paytda dimasos so'rilgan. Ha? O'chib qatrabotdi. yo, ana qizil turibdi. Yo'q, hali men ko'rmaydimmi deb. Ya tushib turibdi. Ertalabgacha Bitta ochib ko'raylikchi. Minimalkada mana shunaqa yonyapti hozir. Mana minimalida. Mana shu minimalkada yonyapti mana. Temperatura mana qizarish sal pasaygani yo'q. Yana bitta temperaturani ko'ramiz. O'zi mana bu yerlar 14-15 ga borib qolgan bo'lsa kerak. Aytdim. O'rtoqlar qaranglar, mana bu 2 sotixlik teplitsasi ham kirdik, qaranglar. Bu gulni qaranglar, mevani qaranglar. Mana hammasi mevada, bittasida nechtagacha meva beradi bu. Bittasida sizlar hech bo'lmasa yarim kilo olasizlar shekilli. Ha, shunga yaqin. Bitta ko'chatdan yarim kilogacha olinyapti, qaranglar. Mevani. Mana bular hammasi gulladi, gul tugadi, mana mevaga kirdi. Mana ori, bu yerda ori changlatar ekan. Mana ori turibdi. Bu ikkinchi teplitsasi, bu yerda atablina qani? Ha, pastda yana shunday bitta. Ha, mana bu atablinani. Ha, ana shu. Shu bitta shu. Va shu gullagani qaranglar mana. Buni qaranglar mana. Bu koreyskiy sort, ha? Koreyskiy, ha. Mana hamma joydan bir xil gullash. Yana yaxshi joyini ko'rsatdim. Ana u tomonlarni ham qaranglar. Ha, o'zi Mashallah, вообще zo'r. 5. O'rtoqlar, mana tashqariga chiqdik. Tashqarida ob-havoni harorati 2 gradus, 2-3 da tushyapti ham. Ichkarida ana ko'rdinglar 14 dan oshyapti. Tashqarida mana 2 gradus.
95% bu namlik ko'rsatilyapti. Ha, hozir mana 10 sotixlik teplitsa, bu 2 sotixlik ichidan chiqdik. Ko'rganlaringizda 5 sotixlikda u воздушное отопление ishlayapti. Bu 2 sotixlik, burada boshqa отопление. Ana bu 10 sotixlik teplitsasiga kiryapmiz endi. Da bilasizku. Ha. Mana hozir 10 sotix teplitsaga kirildi. Burada уже gullab bo'pti, bular mana barglar olingan, burada tozalangan. Bular polni mevaga kirgan mana. Meva ushlashni ko'ringlar mana. Va qaranglar mana. Mana ko'taring ana. Ko'tarsangiz ana. O, ana shunday qilib ko'rsatinglar mana. Endi buni biz ko'taramiz mana, ko'taralsak mana. Bu qancha 10 sotdan tasavvur qilyapsizlar, qancha qulupnay olinadi. Bitta hammaga qiziq bo'ladigan qulupnay narxi qanaqa hozir? Hozir narx 200 ming atrofida kilosi. Kilosi 200 ming atrofida. Mana tasavvur qiling, mana shu yerda qancha qulupnay chiqishi mumkin, qancha oladi mana. Ha, pishni boshladi. Maşallah. Bitta ko'chatni mevasi. Agar kunduzi kuni syomka qilardim, boshi mazza qolardi-ku, ko'pchilik. Zo'r. Qaranglar, hozir 10 sotixda ana ko'mir kotyol ishlayapti. Ko'ryapsizlar, tutunni qaranglar mana. Bu ko'mir, u отопление, vajinoy отопление qilingan, ana ko'mir yoqilyapti, tutun. Ana endi bizani воздушный отопление mana yonayotgan. Mana qaranglar. Ana bu yerda boyagi ichkaridan ko'rdinglar ana. Mana kelgan. Pechka yonib turibdi mana. Ko'rganlaringda umuman absolyutно tutun yo'q. Так что kotyolga filtr qo'yaman demaysizlar. Ha, qo'lda ham spokойно qo'yapti, issiq chiqmaydi. Umuman issiqlik. Yo'q qo'yilgan, saringdan issiqadi. Досконально yana video qilib berdim, obzor qilib berdim hammaga. Mana shunaqa holat. Mana 14 ga chiqibdi o'sha. Ventilator tomonga haydayapti. Bu yoqda ham 14 turadi o'sha yerda. Bular kechroq ekilganmi bu qulupnaylar? Nima biza zakaz bergan paytda o'sha zakazlari nima ekanda, nima deydi, zaynit ekanda u odam. Uni ekilgan ko'chatlari zakazga o'zi tayyorlab qo'ygan, lekin bizaga tayyorlash vaqt ketdi. Undan ko'ra 1,5 oy orqada. Yo'q, lekin shakliga qaraganda koreyskidan kattaroq ham ko'rinadi. Bu вообще katta bo'ladi. Bu sovuqqa yotdi bu ancha. Ha. Pechka yo'q edi-ku. Ha. Sovuqqa yotdi. Bu pechka kelishidan bir 15 kun oldin buni qo'ydik, u ham 7 dan oshira olmadik-da, rasxotiga chidamadik xullas. Keyin oxiri buni olishga qaror qildik, keyin buni oldik. Yaxshimi? Zo'r. Endi bitta ham minusi bo'ladi-da, kamchiliklarga rozi bo'lasizlar. Effekt bergandan bizlar ham xursandmiz-da, chunki bu narsani biz aytdimki, men bu narsani boshlaganimga bir 10 yil bo'lmasa ham bir 6-7 yildan beri izida yuramiz-da. Hozir sizga bitta nima xolis odamsiz, hid bormi qanaqadir atrab o'tganimi yoki nimanda? Bakın top toza. Bu yoqdan tanishtirib ketay, biz armiyasiga jo'ra, bu yoq Xatirchidan Ne'matjon birga xizmat qilganmiz. Farg'onada. Vasko uchasti otni aytmaydi, anaqa nomerini. 54 715 Abmo VDV. Birga xizmat qilganmiz, bir to'yga kelganmiz o'zi, burada qoraga. Sabzi ko'rinishida bo'ladi. Mana shuni aytyapman, hozir shuni ko'rdim-da, u kattaligini qaranglar. Kattaligini bilish uchun mana bunday qilaylik, mana. Men barmog'im. Kamera ola olmaydi buni kattaligini, bilmaydi buni katta qila olmaydi. Ya bir narsa qo'ysa bilinadi-da. Ko'z bilan ko'rgan boshqacha. Buni kattaligini mana bilinib turibdi, menga qaranglar. Men barmoqcham qo'yaman. Oldiga borsa qanday kichkina bo'lib qolyapti barmoqchamdan. Oldida mana kattaligi bilinyapti-da, mana qarang. Shu 60 gram shunaqa chiqadi-da, 55 60. Nima dedingiz sortini? Bu Albion sorti. Qayerdaki bu? Bu italyanskiy. 6000 so'mligi shumi? Ko'chati 6000 so'm. Shumi? Ha, shu. 6000 so'm bir oyda pishadi deyilgandi. Shunaqami? Ha, shunday, lekin sal issiq sevar. Necha koreyskiga nisbatan? Masalan, koreyskida 12 yetadi. Bunga 16 bo'lsa yaxshi. Bor ekanda mana shu uchun olibsizlar-da shu 16 bo'lsin deb. Ya shuni
Yerga eksa ham bo'ladi. Hovlilarga bo'ladi. Yerga eksa ham bo'ladi. Bu yerda qara. Yerga ekkanda mana bitta ekding tamom. Mana yo'qda yerda. Yo'q, uyga. O'zing yeyish. O'zing yeyishing uchun bo'ladi. Faqat bular bunaqa qilishdan maqsad yer ekonom bo'lishi. ha, ko'p 1 sotixga masalan 3 sotiqni narsasi 4 sotiqga ekiladi. Даже ko'proq ham ekilsa. Buni tushundim. Hozir ana 5 sotiq joyga demak 12 sotiqni narsasi ekilgan-da. 12 sotiq. Tushundim. Navoda kim mana Bo'ladi. bahorda yemasdan turib, hozir yemasdan turib, bahorda yesa ham agorodga ekib. Ha, ol 6 ming so'mdan 100 dona ol, 600 ming so'm pul bo'ladi o'zi. Ko'paytirib olaverasan. Hozir ekalmaysan-ki yerga. Hozirda Teplitsang bo'lsa ekaverasan. Teplitsa yo'q-ku, agorodga. Ha, agorodga. Erta qishda nima qilasan agorodga eksang? Qishda sovuq urmaydi buni. Sovuq urmaydi? Faqat meva qilmaydi. Tanasini sovuq urmaydi, gullab turgan gulini uradi, mevasi yaxlab qoladi. Ha. O'zi turaveradi, bunaqa ko'k ko'rinishda bo'lmaydi, salan Ha, bo'ldi. sarantirroq bo'ladi. Bahorga chiqib yana bo'laveradi. Yangi barg chiqarib, Значит, bemor tomorqaga qilsa bo'ladi. Hech qanaqa Qaranglar, bitta yaxshilab like-ni bosib qo'yasizlar, ha, videoni ko'rgandan keyin. Bu yerda не только katyol haqida, qulupnay haqida ham ancha ma'lumot beryapmiz, to'g'rimi? Anchadan beri video ham qilganim yo'q-da, bunaqa teplitsaga video ham qilganim yo'q. Qulupnay bo'yicha birinchi marta video qilishim kanalimda, mana YouTube'ga hali men chiqarmaganman. Birinchi marta mana sizlardan ko'rib birinchi kelib shu katyol bahona qulupnay bo'yicha ham bunaqa shuncha ma'lumot berildi. Endi kimgadir bu ma'lumotlar ham kerak bo'lsa, qulupnayga qiziqadiganlar ko'payib ketyapti o'zi yildan yilga. Bo'ldi hozir. Ha, katyolda minimalni yonganda ham mana qizili ketmayapti-da, minimalniga qo'yilgan. ana shu bilan o'zi Bular shundan baland yoqmas ekan. Chunki shuni o'zi ham 15 oldi bo'lib ketadi deyapti. Bo'lmasa hozir biz buni kuchini ko'rsataylik, 20 ga chiqarib, shuni qilmaymiz deyapmiz. Ha? Ha, 14.3. Bu точно bo'ladi. Shu bilan bugunga tugatamiz. O'zi Pashti 20 minutga yaqin video olib qo'ydik. Katta rahmat sizlarga. Mana shu yerda syomka qilganmiz shuncha ma'lumotlar uchun. Ne'mat, rahmat sizlarga ham xush kelibsiz. senga ham rahmat. Charchamaydi. Like bosinglar, bangla deydilar. Ha, ayt shunday de. Like bosing, bale qolamiz keyin. Like bosib faqat like so'raysizlar deydi. Like ga pul bermaydi lekin. Charchamaylar, salomat bo'linglar. Mana shu aytganda, zakaz kimga kerak bo'lsa, ana aytasizlar, mana shunaqa katyol yasab beramiz. Mana shunday qilib. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nomerlarni biladi. Oldingi videoda bor, bunga ham qo'yamiz. Ha, bu yoqda ham mana ismingiz O'tkirjon, Rustam akasi ismi esimda qolgan. Mana shu yigitni siznikini qoldirib yuboramizmi? Nomerini, ismini yozib qo'yaman. Kimga qulupnay ko'chat kerak bo'lsa yoki maslahat kerak bo'lsa, mana shunga bemalol telefon qilib so'raysizlar. Kelishuv asosida ham onlayn, masalan, siz agronomligini qilib berasiz, kelishuv asosida ham qilaverasizlar, ha? Mana shunaqa. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Alloh hammani hosiliga, ishlariga baraka bersin.